Assalomu alaykum bolalar. Qalaysizlar? Tuzukmisizlar? Sog'misizlar? Omonmisizlar? Ishlar bilan jigarlar charchamay yuribsizlarmi? Doimo sog' salomat bo'lib, kayfiyatinglar joyidami? Bo'ldimi? Hammasi zo'rmi? Chotkimi? Xullas jigarlar, bugun sizlar bilan Apple va Fortuna o'yinida harakat qilib ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha 5 million so'mda shu 5 millionni 3x ga ko'paytirib, keyin videoni yakunlasak bo'ladi. Bugun Fast Fury yangi chiqqan bukmekerda bir oldiroq, eskiroq bir sxemacha bor, taktikacha. O'sha taktikachada Fast Fury bukmekerida bir harakat qilib ko'raman qo'ldan kelgancha. Albatta o'sha mana shu Fast Fury bukmekerda o'ynab ko'ramiz. Mana shu Fast Fury bukmekeri kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni bizning dasturlar degan Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalni ham, dasturlar kanalini ham silkasi kecha chiqqan videolar kommentariyasida bo'ladi. Albatta o'tib yuklab olishinglar mumkin do'stlar. Ana bo'lmasa 6000 so'mning o'zidan birinchi Liboy farqi yo'q, bosaveramiz. Liboyga bosaveramiz. Xullas 11 KSimga 6 KSimgacha olib to'xtatadigan qilib bosaveramiz. Farqi yo'q, 4-5 marta bosib olishimiz kerak. Keyin esa oshirib ko'ramiz bolalar. Minimalkada hozircha bosib turishimiz kerak bolalar. Minimalkani o'zida ketdi. Tushunarli. Juma azart berilib qoladi-yu. Azart berilsa o'sha ikkinchisini ham o'qib tashlaydigan bo'lib qoladi-da. Shu tomonlari bor do'stlar. Shuni ham hech qachon unutmanglar do'stlar. Oltigacha borib ham qo'ydik. Yigirma yettigacha bordik. Молодец. Mayli, ana endi bir ko'tarib ko'rsak ham bo'ladi do'stlar. Davay. 3 ta to'g'riga, bitta bu yoqqa, bitta to'g'riga bo'lmadi. Yana davom etamiz. Yana shu sxema bo'yicha ketdik. 3 ta to'g'ri, bitta bu yoqqa, bitta to'g'riga. Keyin bitta bu yoqqa. Молодец. Mana ikkinchisi o'xshab, birinchisi o'xshamadi, ko'rgan bo'lsanglar. Birinchisi o'xshamaganidan keyin sirazi ikkinchisiga bosdim, ikkinchisi o'xshadi. Ko'rdinglarmi? Tushamiz. Ana endi tushib davom etamiz. Ketdi yana shu minimalkada farqi yo'q. Qayoqdan bosishdi farqi yo'q minimalkada. Xullas minimalkada bir 6-7 marta bosib olishimiz kerak bo'ladi. Ozgina bosib olamiz minimalkani o'zida. Keyin ko'tarib olsak bo'ladi do'stlar. Ketdi. Davom etamiz. Ko'tarib ko'rsak endi. Birinchisida o'sha oqizda 3 ta to'g'riga, bitta bu yoqqa, bitta tepaga, bitta bu yoqqa. O'sha ikkinchisi ham oqizdami? Demak, dagon. Dagonni uramiz. Ikkita, 3 ta. Bitta bu yoqqa, bitta bu yoqqa. Ajoyib. Ko'rdinglarmi bolalar? O'sha dagonimizda o'xshayapti. Bunisi gap so'z bo'lishi umuman mumkin emas. Vobshe zo'r. Mana o'sha 9300 bo'lyapti. Gap yo'q. Sizlarning oralaringizda jigarlar bonusga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bonus olish uchun mana shu bookmaker ko'rib turgan Fast Fury bookmakeridan bolalar yangi akkaunt ochasiz. Fast Furydan bolalar yangitdan to'liq ro'yxatdan o'tib olasizlar va ro'yxatdan o'tayotgan paytda promokod degan joy bo'ladi. O'sha promokod degan joyga esa ekraninglarni bolalar tepa qismida ko'rinib turgan bizani ofitsialniy promokod. Voy, buni qaranglar. Voy. O'sha 349 ga kelib qo'ydik. Bosib minimalni 8000 so'mning o'zida 349 ga keldik bolalar. Qayoqda deb o'ylaysizlar? Blin, yomon emas. Atak shu yerda olsam 559 ming so'm pul olaman. Agar olmasam 8 ming so'm yutqazaman bolalar. Risk qilib ko'rish kerak. Yo bitta bosamiz, yo yutqazamiz, yoki bunday yutish ham qiyin-da bola. 349 olmaganman to'g'risi. Mayli, bir harakat qilib ko'raman. Tak. Ana bu yoqda bosib ko'raylik. Bila. O'shardan chiqdi, o'sharda bosdim lekin. Sezdinglarmi? Lekin o'sharda oldirmadi. Voy pidaras. Bu bolalar, bu kut bu onangni ko'rgi. Ko'rdinglarmi nima qilgan? Mana bu yoqda bosdim. Shu yoqda chiqdi, lekin menga
ishlangan olma tushdi. Ko'rdinglarmi sizlar shuni? Kommentariyaga fikringlarni yozib qoldiringlar. Yoki bo'lmasa men YouTube berdim yoki menga. YouTube bergan ekan 2.700.000. Voy dalboyob qaramabman YouTube'ga. 2.700.000 so'm beribdi-yu. Voy 349 ga sen oldingmi hozir? Voy 349 ga sen oldingmi hozir? Voy bila yutmaganman biror marta degan. Mana yutdim bolalar. Voy bila qo'yil. Voy молодец. Davom etamiz. Shuning uchun o'tinglar bolalar, farqi yo'q. Lebboy kontora sizga masalan bolalar qaysi kontora kerak bo'lsa, qaysi kontoradan o'tmoqchi bo'lsanglar, masalan Linebet sizda bo'lsa, Linebetdan ham Legend 23 promokodi orqali o'tib, albatta bonuslarni qo'lga kiritib olishingiz mumkin, chunki bizda kupon stavkalar Telegram kanalida tashlanadi yoki bo'lmasa kupon stavka uchun ham bolalar sizlarga bonuslar berib boriladi. Legend 23 promokodi orqali ro'yxatdan o'tilgan akkauntlarga albatta Lebboy kontoradan Legend 23 orqali o'tasiz va bonuslarni olib, albatta bonuslarni asosiy hisobinglarga o'tkazib olishinglar mumkin do'stlar. Bizda bunaqa kupon stavka uchun bonus berib qolinmaydi. Hammasiga bonus beriladi do'stlar. Ana endi bir ko'tarib ko'rsak do'stlar. Qani 550 mingdan 3 ta to'g'riga, birinchisida o'sha oqizda davom etamiz yana. Ikkinchisida ham o'sha oqiz o'tdi, demak dagonni uramiz. Ketdi. 3 ta to'g'riga, bitta bu yoqqa va birinchisida yana dagonimizda ham oqizda. Demak 3 ta bu yoqqa, bitta bu yoqqa. O'xdi. Demak maksimalniy bosar ekanmiz. 90 qilaylik shuni. No. Maksimalniy bosaveramiz endi bolalar. Bergancha. No, oqiz bordi bolalar bu. Oqiz bo'lyapti. Yaxshi olamiz. 10.200.000 so'm oldik. Va tushamiz bolalar. Ko'rdinglarmi bolalar, ana shunaqa riskovat qilib bo'lsa ham olsa bo'ladi bolalar. Men o'zim ko'ryapsizlar, o'g'imman. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Hozir oqiz boramiz chunki mana bu balkim o'ynagida 349 ga borib qolarmiz. To'g'ridan yursam bo'lar ekan, mayli, hech qisi yo'q. Davom etamiz yana. Agar sizga bolalar kupon, stavka, odinochkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kupon stavkalarni albatta bizning Telegram kanaldan tekinga olishingiz mumkin. Ya'ni bizda ba'zi kanallar uchun kupon stavka pulga sotilmaydi. Barcha kuponlarimiz, stavkalarimiz Telegram kanalga mutlaqo tekinga tashlab boriladi. Va kecha chiqqan videolarimizni kommentariyasiga o'tib qarasanglar, Telegram kanalni ham, dasturlar kanalini ham silkasini kecha chiqqan videolar kommentariyasida qoldirib ketaman. Albatta o'tasizlar Telegram kanaliga ham, dasturlar kanaliga ham o'tib, qaysi bukmekerga kuponlar kerak bo'lsa Telegram kanalidan olasiz. Qaysi bukmekerni o'zi kerak bo'lsa dasturlar kanalimizdan esa olishingiz mumkin do'stlar. Ana endi ko'tarib ko'ramiz bular. Davay. 3 ta to'g'riga. Yaxshi, mana o'sha 10 million so'm va bo'ldi bolalar. Ana endi shu yerda yakunlasak bo'ladi. O'tinglar albatta o'sha Telegram kanaliga ham, dasturlar kanaliga ham obuna bo'linglar. Telegram kanalimizdan aytib o'tganda kuponlarni tekinga olasiz. Dasturlar kanalimizdan esa farqi yo'q. Lebboy bitta bukmekerni dasturlar kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Bo'lmasa bolalar, videoni shu yerda yakunlayman. Video yoqqanmasa like, podpiska esdan chiqmasin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog', salomat bo'linglar do'stlar. Omad bolalar.